Yana bitta legendamizni injektorlarini yuvib beryapmiz. Ko'rib turibsizlar, injektorlarni holatini, setkalari ham to'lib ketgan. Ko'pchilik kommentariyada yozyapti, ish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tdinglar deb. Ko'rishingiz mumkin. Injektorlarimizni avvalambor Zokoy apparatda tozalab, karb orqali tozalab olamiz. Sababi injektor apparatga mosor yig'ilmasligi uchun. Undan keyin injektorlar apparatda tozalanadi va setka sarnilari albatta almashadi. Tayyor holati ko'rib turibsizlar. Ichlari ham yaxshi, nikel bo'lib tozalangan. Va albatta qo'yib bo'lgandan keyin bir qator tekshirib olamiz. Ha, aka, o'ta to'ring. Bo'ldi, zo'r. Va ko'rib turibsizlar, mashinamiz tayyor bo'ldi. Gaz ko'tarishlari ham yaxshi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilaverasizlar.